Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Barchangizga yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan Turkiyadagi bugungi videolarimizda albatta tomosha qilasiz. Bugun Turkiyada supermarketda aynalib va video qildik. Albatta tomosha qilasizlar. Supermarketda mana nimalar bor, nimalar yo'q, Turkiyada magazinlarda nimalar topsa bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlaridan va mana ko'rib turibsizlar, mana dastmol qiladiganlar bor, konforacha bor, gaz plitasi bor, mana pilisos bor. Har xil narsalardan mana laylog'ilar bor, mana kastyolka laylog'i, har xil laylog'ilar bor. Mana alyumin deysizmi, tunikali deysizmi, turli xil laylog'lardan bor. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Turli xildagi odam ko'zi ko'rib quvnaydigan mahsulotlar juda ham ko'p. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga qiziqarli qilib video obzor qildim. Albatta yoqsa bitta like bosasiz, yoqmasa dislike bosasiz. Bizni esa kuzatishda davom eting. Albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Mana ko'rib turibsizlar, mana tifallarimiz bor. Mana tifallar ko'rasizmi? Tifallar ham bor ekan. Supermarketda tifallar ham bor ekan. Mana layli bor ekan, layli. Esingizda bo'lsa deyapman. Bu voy mehmon kelsa, ayniqsa layliga har xil narsa ko'tarib chiqib, narsa tashish uchun juda qulay laylilar bor ekan. Mana tovoqlar, manigalar bor ekan. Mana har xil layloqlardan qarang, mana qorasi bor, oqimtili bor, kulranglari bor. Mana aligilar bor ekan, keyin mana manti qozonchalar, kichkinalar bor ekan. Manti qozonlar mana ko'ryapsizlarmi? Manti qozonlar bor. Turli xil narsani odam izlab topsa bo'ladi. Albatta narxiga qarab mana narxlari yozilgan. To'g'risi o'zim bir kirdim, bir video qildim. Narxini jihatdan narxiga ham katta ehtiyoj qilmadim. O'sha endi narxlarni yozmabmiz. Narxlarni e'tibor qilmaganmizda. Shuning uchun narxlarni to'liq tushmay qoldi. Albatta uzr so'rab qolamiz. Mana ko'rib turganingiz supermarketda mana turli xil mana nimalardan topsa bo'ladi. Gaz plita deysizmi, qozoncha deysizmi, xo'sh, qopqoq deysizmi, manti qozon deysizmi, mayda kichik turli xil narsalardan topsangiz bo'ladi. Albatta undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, o'sha magazinda davom etgan holatda oziq-ovqat tomonidan o'tdik. Mana oziq-ovqat tomonidan tarvuzlar chiqqan, tarvuzlar. Mana shu narsani nomini bilmadim. Mana shu ko'k bor-ku, yashil. Kim bilsa bir aytib qo'ysinlar. Yashilda mana qovunlarimiz bor. Qovunlarimiz chiqqan o'zi sotuvga. Mana ko'rib turibsizlar, mana qalampirlarimiz chiqqan, qalampirlarimiz keldi. Bolgarlar bor. Bolgarlarda albatta bolgarlar bor. Ko'rib turganingizda bolgar, tarvuz, mana ko'rib turibsizlar narxini. Mana shu achchini narxi, qalampirni narxi 7995 lira. Mana bolgarda narxi 8995 lira. Mana ko'rib turibsizlar, mana limon deysizmi, pomidor, bodring, lubiya. Mana pomidor, bodring, lubiya bor. Mana mayda-mayda pomidorchalardan bor. Xullas, olmalar bor. Mana olma deysizmi, xurmo deysizmi. Har xil mana kolalar bor, kola bor, fanta bor. Ichimliklardan mana shu mana ko'rib turibsizlar, Turkiyada magazinlarda o'tda mana shunday mahsulotlarni mana shunday holatda sotilib boradi. Playlovkalarda mana shunday qo'yiladi. Va kirib biz tomosha qilib sizlarning e'tiborlaringizga havola qilyapmiz.
Ayniqsa choy judayam ko'p bolalarga choy ichishga ehtiyoji katta bo'ladi, choy ichish uchun. Shuning uchun judayam ko'p choyga nima qiladi, choylarga ko'p sotadi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu turli xil, mana bu chesnok. Qutiga to'lgan chesnoklar bor, qutida chesnoklar bor. Bag'i chesnok, boshqa nimalar bor mana. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Mana bu xolodilnikda, mana xolodilnik bu ham mana ichida mana boyagi o'rik bor, shaftoli, mayiz, yong'oq, mayizni masalan qizili bor, qorasi bor. Har xil danaklar, shu danaklar bor. Mana ko'rib turganinizda supermarketga odam kirib nima olishga yoki nima sotib olishda angla qolar odam. Haqiqatan ham hayratlanarli holat. Turkiya supermarketlariga nimani izlasangiz, nimani qidirsangiz topsangiz bo'ladi. Mana simichkalar, mana ko'rib turibsiz, simichkalar. Turli xil mahsulotlar sizlarning e'tiborlaringizga tomosha qiladi. Mana birinchilarimiz bor. Birinchimiz go'sht. Go'shtimizni qarang, eng qizig'i go'shtimiz 449 tl. 449 tl ekan. Larda mana ko'rib turibsizlar. Mana shu zig'ir yo'q desam, zig'ir yo'q bu yerda sotmaydi. Shu nimaligini ko'p esimdan chiqdilarda, nima videolar gohida xayoldan chiqarib qo'yamizda. Gohida bilan xayoldan chiqib ketadi. Tomatlar bor, mana tomatlar, turli xil mana tomatlar ko'rib turibsizlar. Mana moy bor, mana yuqorida moylar turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Mana bumagalar, salfetka bumagalar qator qilib Turkiyada mana shunaqa yashashadi. Mana moylar ko'rib turibsiz. Mana moyda 749 tl ham shunday ekan, katta bakashka. Mana tuxum 159 tl. Tuxumlar. Mana shunday hayot, Turkiyada hayot mana shunaqa. Supermarketlarda hamma narsani qidirsa odam izlabsa topsa bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, kir yuvish uchun kukunlar deysizmi, latoz va hokazolar barchasi bor. Ko'rib turganingizday mana ko'katlarimiz ham bor. Turli xilda ko'katlar, ayniqsa yozda manti uchun juda ham ajoyib. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.